Dunyodagi birinchi iqtisodiy inqiroz lola bilan bo'ldi. Odamlar lola sotib olish uchun uyini sotishdi, kredit olishdi. Keyingi 20-30 yillik mehnatini kredit olib lolaga tiqishdi va bankrot bo'ldi. Eng oxirgi iqtisodiy inqirozda ham xuddi shunga o'xshagan ssenariy. Ya'ni odamlar bor budini sotishdi, kredit olishdi va 2 ta, 3 ta, 5 ta, 7 talab uy olishdi. Va 2008-yil ham dunyo bo'yicha global iqtisodiy inqiroz bo'ldi. Va keyingi keladigan iqtisodiy inqiroz alomatlari ham birin-ketin yaqinlashib bormoqda. Bugun siz bilan iqtisodiy inqirozlar qanday bo'ladi, qanday shakllanadi va eng oxirgi iqtisodiy inqiroz, ya'ni 2008-yilgi global iqtisodiy inqiroz qanday bo'ldi? Bu qanday kelib chiqdi? Qanday qilib bank odamlarga hech qanday rasmiy daromadsiz, ishsiz va zalogsiz odamlarga kredit berdi, qarz berdi? Va bankka bundan nima foyda edi? Iqtisodiy inqirozlar odamlar moliyani tushunmaganligidan emas, yoki foizlarni, matematikani yaxshi bilmaganligidan emas. Iqtisodiy inqirozlar ko'pincha va deyarli har doim inson psixologiyasi bilan bog'liq. 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz bu Amerikada bo'lgani bilan, lekin global ta'sirga ega iqtisodiy inqiroz edi. Bu qanday boshlandi? Buni bilish uchun 2000-yillarga qaytamiz. Ya'ni 2000-yillarda Amerikada qanday ahvol edi? Amerikada 2000-yillarda internet bilan bog'liq kompaniyalarda aksiyalar juda ham yuqori o'sib ketganlikdan iqtisodiy inqiroz bo'lgandi. Ya'ni dot-com inqilobi. Va shu sababli aholi tezroq o'zini tiklab olish uchun, moliyaviy ahvolini yaxshilab olish uchun Amerika hukumati nima qildi? Odamlarga o'ta past foizda kreditlar berishdi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir o'zimizda ham 1% dan kredit berishdi. Qanaqa bo'lardi? Ya'ni siz olgan kreditingiz foizi 1% bo'ladi. Va bu degani kredit olish juda ham arzon edi. Pul olish juda ham arzon edi. Ya'ni xohlagan narsangizga kredit ola olardingiz. Va 1%. Va bundan keyin xuddi Gollandiyada bo'lgandek juda ko'p qatlam bunga kirib kelish boshlashdi. Ya'ni endi odamlar o'zini pulini risk qilish xohlamayapti. Ular shunchaki kredit olib 1% dan davlat pulini risk qilib joyiga qaytarib qo'yishni xohlashardi. Va bu narsa tezlashdi boshladi. Va odamlar endi o'ylashardi, xo'p, kredit berish oson va juda arzon. Nimaga investitsiya qilish kerak? Nimaga pul kiritsak biz foyda qilamiz degan narsa hammada bor edi. Va hammaning xayoliga birinchi bo'lib ko'chmas mulk kirib kelardi. Masalan, O'zbekistonda ham xuddi shunday. Eng xavfsiz investitsiya qaysi deganda xayolimizga birinchi bo'lib keladigan narsa ko'chmas mulk. Va endi hamma ko'chmas mulk sotib olishni boshlashdi. Ya'ni kredit olib ko'chmas mulk olishni boshlashdi. Va bunda avvalambor o'rta qatlam juda ham yaxshi kirib kelishdi. Ya'ni bular shifokorlar, doktorlar, yuristlar, o'qituvchilar, ya'ni yuqori maosh oladigan odamlar kredit olishni boshlashdi. Va bitta uy olindi va bunda ham har xil hikoyalar tarqalishni boshladi. Ya'ni kimdir ko'chmas mulk oldi kreditga va oradan qanchadir vaqt o'tib, masalan 2 yil, 3 yildan keyin 10 barobar, 5 barobar qimmatga sotishgani haqida hikoyalar tarqaldi. Va bundan keyin uylarning narxi yana ham qimmatlashib ketdi. Chunki uy sotib olishga talab juda yuqori. Kredit bank beryapti. Va shu payti bir strukturaga ishga tushadi banklarda. Ya'ni endi bank sizga agar bankdan borib ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, sizdan rasmiy ish joy so'ramasdi. Endi sizdan zalog so'ramasdi yoki kafil so'ramasdi. Siz kredit olmoqchimisiz? Bas, sizga kredit berilardi. Va hattoki shunaqa dokumentalniy videolarda aytishadiki, hattoki odamlar itining nomiga ham kredit olishgan. Misol uchun $200,000 shuni olib borishgan.
bank berib yuborgan. Va bu yerda bitta jarayon bor edi, ko'pchilik uni inobatga olinmagandi. Ya'ni bank kredit foizlari bir xil emas edi. Ya'ni boshida 2 yil, 3 yil kredit foizlari past bo'lardi. 2%, 3%, 1%. Undan keyin 7-8% atrofida o'zgarardi. Va buni hamma bilardi. Va hamma o'ylardiki, uylar narxi hech qachon tushmaydi, o'sgani o'sib ketaveradi degan narsa bor edi. Lekin kredit foizi kam edi. Xo'sh, bundan keyin bundan bankka nima foyda edi? Ya'ni tasavvur qiling, bank hech narsasiz sizga kredit beryapti. Ishsiz, rasmiy daromadsiz, zalogsiz kredit beryapti. Siz kredit to'lamasangiz ham hech qanaqa muammosi yo'q. Ya'ni oladigan odamlarda hech qanaqa risk yo'q edi. Kredit olyaptimi, hech qanday risk yo'q. Ya'ni yo'qotadigan narsasi yo'q edi. Xo'sh, bankka bundan nima foyda deydigan bo'lsak, bu yerda bank bir ish qiladi. Bank qarzdorliklarni yig'adi va buni qimmatli qog'ozga aylantirib investorlarga sotadi. Ya'ni Wall Streetda sotishga kirgizadi, fond bozorida. Bu qanday ishlaydi? Masalan, tasavvur qilib ko'ring. Yaxshi oylik oladigan, kredit vaqti to'la oladigan 100 ta odam bor. O'sha aytganimizdek yuristlar bo'lishi mumkin, huquqshunoslar, o'qituvchilar va boshqa kasb egalari. Ya'ni ularning oyligi juda ham baland va kredit to'la olishi aniq. 100 kishini olishadi. Va kredit to'la olmaydigan, ya'ni 900 kishini ro'yxatini qo'shishadi. Jami 1000 kishilik kredit to'plami. Ularni yig'ib qimmatli qog'ozga aylantirishadi. Va buni investorlarga sotadi. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Nima uchun qimmatli qog'oz qilishadi? Masalan, men sizga qarz berdim. $10,000. Va siz buni 5 yildan keyin 15,000 qilib qaytarishingiz kerak masalan. Biz kelishdik, shartnoma qildik. Va men buni olamanda, shartnomani olib, buni qimmatli qog'oz qilamanda, bir sherigimga aytaman. Do'stimga masalan. Qara, men mana bunaqa kontrakt tuzganman. Mana bu odam 5 yildan keyin 15,000 qilib qaytarishi kerak. Agarda sen hozir menga 12,000 bersang, bu qog'ozni senga sotaman degan kontrakt bo'ladi. Va bu hujjatni auditorsi kompaniyalar juda ham yaxshi va eng xavfsiz kontrakt sifatida baholashadi. Va bu yerda hech kim pul yo'qotmayotgandi. Ya'ni kredit olgan odam hech qanaqa risk olmagan o'zi bilan. Ya'ni kredit to'lamasa ham hech qanaqa majburiyati yo'q. Ishi yo'q, rasmiy ish joyi bo'lmagan bo'lishi mumkin, zalog hech narsa qo'ymagan, kafil qo'ymagan masalan. Va bankka ham hech qanaqa muammosi yo'q edi, chunki bank qilayotgan ishi kontrakt tuzardi va kontraktni o'sha paytni o'zida investorlarga sotardi. Va investorga nima foyda bundan? Investor pul tikish orqali keyingi 5 yilda katta foizli daromad keladigan assetga, ya'ni mulkka pul kiritib qo'ygandi. Va buni auditorsi kompaniyalar juda ham xavfsiz deb baholangandi. Va tizim juda ham zo'r ishlaydi. Va hamma boy bo'lib ketish maqsadida ko'chmas mulklarni ko'paytirish boshlaydi. Endi kreditni to'la oladimi, yo'qmi? Uy olishni boshlashadi. Ya'ni odamlarda 2 ta, 3 ta, 5 ta, 7 talik uyi bo'ladi. Va 2006-yillarda, 2007-yillarda odam shuni tushunishadiki, endi kredit foizlari oshadi. Va yaxshi daromad ko'rayotganlarning ham, o'zi umuman olganda har qanaqa daromad ko'rayotgan odamlarning ham kreditlari juda ham oshib ketganligi sababli, chunki 2 ta, 3 ta, 7 talab kredit olgandan keyin bor puli kreditga ketib qoladi. Ya'ni uyni narxini to'la olmasligini bilishadi. Va odamlar uylarini sotishni boshlashadi. Arzonroq bo'lsa ham. Va bu jarayon
2008-yilga kirib juda ham tezlashib ketadi. Lekin bitta muammo bor edi, endi uy olayotgan odamni o'zi yo'q edi. Va shu bilan birga odamlar uyni sotishni ham xohlashmasdi. Ko'pchilik shunchaki uyni tagiga kalitni qo'yib tashlab ketishardi. Ya'ni ular chunki hech qanaqa risk olmagan o'ziga. Bu narsa trendga aylanib ketgandi Amerikada. Ya'ni uyni tagiga kalit qo'yib ketish. Bank oladigan bo'lsa olib qo'yaversin degan ma'noda. Va bu bilan nima boshlandi? Bank hamma qog'ozlarni sotishga ulgurmagandi Wall Streetda. Ya'ni barcha hujjatlarni ham investorlarga sotishga ulgurmagandi. Bu investorlar kimlar edi o'zi umuman olganda? Bu investorlar global miqyosdagi hedge fondlar edi. Bu pensiya jamg'armalari edi. Sug'urta jamg'armalari edi va butun dunyo bo'yicha katta banklar ham sotib olishgandi. Va hattoki Amerikadagi banklarning o'zlari ham olishgandi bu hujjatlarni. Ya'ni boshqa bir bank shunaqa shartnoma qilgan bo'lsa, o'sha bankning shartnomalarini sotib olishgan, o'zlarinikini bo'lsa bilishadiki baribir qanaqa odamlardan yig'ilganligi kontrakt. O'zlarini sotishardi. Va lekin hammasini ham sotib ulgurmagandi. Masalan, o'sha davrning eng yirik banklaridan biri Lehman Brothers banki 85 milliard dollarlik qimmatli qog'ozda qolib ketgandi. Ya'ni sotishga ulgurmagandi hali. Va 2008-yil sentyabr oyida Lehman Brothers banki bankrot bo'ladi. Chunki uy narxlari juda ham keskin tushib ketadi. Kontraktlar amalga oshirilmay qoladi. Ya'ni hech kim kredit to'lamaydi. Uylarni tagiga kalta tashlab ketishyapti. Va banklar ham endi bir-biriga ishonishmasdi. Ya'ni qaysi hujjatda, qaysi kontrakt haqiqiy pul to'la oladiganlarini hech kim bilmasdi. Va shu sababdan banklar bir-birlari bilan tranzaksiyalarni to'xtatib qo'yishgandi. Banklar endi hech kimga kredit berishmayotgandi. Va hech qanaqa oldi-berdi shartnomalar qilishmayotgandi. Va bundan keyin o'sadigan bizneslar kredit ola olmay qoldi. Bundan keyin banklar, ya'ni ishxonalar, bizneslar ishchilarga oylik to'la olmay qoldi. Chunki banklardan hech qanaqa tranzaksiya bo'lmayapti. Va bu narsa eng katta miqyosda investorlar zarar qilishga olib keldi. Chunki eng ko'p qismini butun dunyo bo'ylab katta banklar, hedge fondlar, investitsion fondlar, pensioniy fondlar olgandi. Va shunday qilib 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz butun dunyoga 22 trillion dollar zarar olib keldi, yo'qotish olib keldi. Va bunda asosiy psixologik narsalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda odamlar foizni tushunmaganligidan bunaqa zarar ko'rishdimi yoki moliyani bilmaganligidan bo'ldimi? Yo'q. Bu yerda asosiy masala odamlar ko'proq foyda qilmoqchi edi. Odamlarga imkoniyatni qo'ldan boy berishmoqchi emasdi. Ya'ni kimdir, misol uchun qo'shnisi bo'lishi mumkin yo bir tanishi uy olib sotdi va 10 ming, 20 ming, 50 ming dollar foyda qildi masalan. Bu narsani eshitgan har bir odam qilib ko'rishni xohlaydi. Masalan, va sizda yo'qotayotgan hech qanaqa narsangiz yo'q. Masalan, o'sha davrda siz bilan men ham bu ishni qilib ko'rgan bo'lardik katta ehtimol bilan. Va endi bir tasavvur qiling. 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz 8 million odamni ishidan ayirdi. 6 million odam uysiz qoldi. Ya'ni odamlar shu darajada bu narsaga kirishib ketgandiki, boy bo'lishga, tezroq boy bo'lishga, katta pul topishga, hattoki uylarini sotib bir nechta o'nlab kvartiralar, uy olishga pul kiritishgandi kreditlar orqali. Va bularning hammasi endi shunchaki kreditga ketdi va hech narsasiz qolib ketishdi. Ya'ni har doim aniq o'sadi degan narsa bu eng katta xato. Masalan, dunyodagi birinchi iqtisodiy inqiroz lola haqida ham xuddi shunday o'ylashgan odamlar. Lola hech qachon tushmaydi, yangi navlar kelib chiqaveradi, bu noyob narsa degan narsa bor edi.
va bu narsa bo'ldi. Va eng oxirgi iqtisodiy inqirozni ko'radigan bo'lsak ham, ko'chmas mulklarda ham xuddi shunday. Ya'ni ko'chmas mulkda hech qachon narxi tushmaydi. Bu narxi har doim o'sadi degan narsaning o'zi eng katta xavf. Keyingi qismda yaqinlashib kelayotgan iqtisodiy inqiroz haqida gaplashamiz. Uning birinchi, ikkinchi, uchinchi alomatlari va qanchalik yaqinlashib qolganligini ko'rib chiqamiz. Va bunga nimalar sabab bo'lganligini, qanday qilib yaqinlashib qolganligini va bu haqiqatan ham bo'lish yoki bo'lish ehtimolligi pastligini ko'rib chiqamiz.